Salom aziz ko'ruvchilar, o'shanday ko'rib to'xtabsiz. Biz bu kun Jarmanning Hamburg shahriga huzur topganmiz. O'shanday ko'rasiz, butun xalqimiz boshlab onajonlardan, opa singillardan yigitlarning ham huzuri bor. Hozir esa ushbu ehtifolga qatnashgan va taniqli Turkiston yigitlarining siymosidan bo'lgan Rais Abdulqadir janoblaridan so'rab qolamiz. Buyuring, hurmatli Rais Abdulqadir janoblari, ushbu ehtifolni qanday topdingiz va Turkiston yigitlarini qiziqib kelganlarni siz yaxshilab kutib olasizmi? Avval birinchidan qizg'in salomlarimni barcha Turkiston xalqiga va turk dunyosiga chin ko'ngildan yo'llayman va bu ittifolni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Barcha Turkiston yigitlari bir yerga, bir araga kelib, mana bu kun hammasi bir milliy ashulachimizni kelib berga bu raqam qarshiladilar. Juda xursand bo'ldik. Bundan buyon istadığımız şu barcha dunyo turklaridan, birinchidan Turkiston, Janubiy Turkiston xalqidanki Huzur Rais Abdulqadir janoblari, siz ushbu ehtifolni Turkistonlik millatdoshlar uchun, xalqingiz uchun netay ko'rasiz? Kelajakka bir umid ko'ramisiz? Turkiston haqidagi muqaddas Turkiston birligi otiga mana xalqimiz bo'rga to'plangan ulug' san'atchimiz uchun. Men aynan bu ittifollarda chin ko'ngildan bularni qadrdonlik qilaman. Bundan buyon kelajakka ko'p bir katta ishlar bo'lishi kerak. Mana shunday ittifollarda olib Turkiston janubi uchun, turk xalqi uchun bu ittifollar ko'p bir önemli va qimmatli bir narsadir. Aytilayotgan bir xos so'zingiz bormi? Turkiston yigitlari haqida yo Turkiston yigitlariga? Eng birinchidan aytilayotganim shudiki, barcha Janubiy Turkiston turklari bo'yat mana shu ittifollarda olib, mana shu mujodalaga davom bersa, Turkistonning hurriyati uchun o'sha raqamki shahidlarimiz, ota-bobolarimiz, qahramonlarimiz bu yo'l uchun mujodala qilib o'tganlar. Bundan buyon bu Turkiston yigitlaridan kutamizki, bu davoni toshishi kerak. Rahmat sizga Uloqonki, bizga vaqt ajratganingiz uchun. Ancha maza qilib, zamon vaqt o'tkazdingiz. Rahmat. Katta rahmat sizdan ham, bizlar ham maza qilib, barcha turk xalqlari ham buni maza qilib, kayf qilib tinglasin.